Bismillahirrohmanirrohim. Ulamolar hasadni sabablarini o'rganibdi azizlar. Nimaga odam hasad qilar ekan degan savolga javob beribdilar. Birinchisi, dushmanlik va yomon ko'rish sababidan hasad qilar ekan. Bu hasadning eng kuchli sabablaridan biri. Ikki kishi biror bir sababga ko'ra urushib qoladi va oralarida kelishmovchilik chiqib, bir-birini yoqtirmay qolishlari mumkin. G'azabi chiqqan odam o'zini dushmaniga nisbatan qalbida kek saqlab qolsa, u hasadga aylanadi. Dushmaniga o'zi yetkaza olmagan zararni zamondan kuta boshlaydi. Agar dushmanga biror yomonlik yetsa, xursand bo'ladi va aytib qo'yadi: "Menga yomonlik qilgani uchun Alloh taoloning o'zi uni jazoladi" deydi. Mana shu gap ko'p qaytariladi, bilasizmi? Falonchi meni xafa qiluvdi, Alloh uniga musibat keltirdi. Birodar, bu sizning gapingiz faqat hasad. Siz aytishingiz kerakki, yomon bo'pti. Bir musulmonning boshiga musibat keldi-ya, Alloh uni musibatini aritsin. Qalbingizda unga nisbatan xursandchilik bo'lib turgan bo'lsa, bu shaytonning ishi. Shaytonga qarshi chiqib bo'lsa-da mana shu gapni aytishingiz kerak. Lekin bizda undek emas. E'tibor bering-a, birortasini boshiga bir ish tushsa, o'shinga nisbatan adovati bor odam xursand bo'ladi. Go'yoki u sabablik. Yo'q, Allohning taqdiri edi. Allohning taqdiri bilan bo'ladi, sizni yomon ko'rganingiz bilan emas. Bunday xayolga bormaslik kerak. Bu esa hasadning eng cho'qqisi. Ulamolar aytibdilar, yana hasadga sabab bo'ladigan narsani ikkinchisi, bu ko'ra olmaslik. Ba'zi odamlarda boshqani o'zidan ustun bo'lishini ko'ra olmaslik odati bo'ladi. Mana shu narsa ham hasadning sabablaridan biri. Odatda birovni o'zidan past sanab, uni odam o'rnida ko'rmay, nazar pisand qilmay yurgan bo'ladi. Doimo o'sha odam unga qaram bo'lishini, yalinib turishini istaydi. Birdan qarasa haligi odamga ne'mat yetib keladi. Shunda hasodchining hayoli buziladi. O'zini qo'ygani joy topa olmay qoladi. Hasadi o'zini ko'rsatib qo'yadi. Shunaqa bo'ladi. Ba'zan bir xilgilar borki, bir joyda ishlaydi, tadbirkormi yo bir amaldormi, uni qo'lida doim xizmatini qilib yuradigan odam bo'ladi. Doim unga tavozi qilib, xo'jayin deb yurish kerak. Barcha aytgan ishlariga labbay deb turish kerak. Alloh berib, uni ham ishlari yurishib, bir oz o'zi ko'paya boshlasa, bilasizmi, birinchi nima deydi? Bu men tufayli bo'lyapti deydi. Holbuki rizq berguvchi Alloh ekanligini unutadi. Hasadning sabablaridan yana biri bu kibr ekanasizlar. Mutakabbir odamlar doim masxara qilib, yerga urib, oldilarda maqtanib, sal narsaga kirilib yurgan bo'ladilar. Shuning uchun ulardan past odamlarga nisbatan yetganiga chiday olmay hasad qiladi. Uning uchun u doim shunaqa masxaralanib yurish kerak edi, u kibrlanib yurish kerak edi. Ana o'sha odamga ne'mat yetganda bu hasad qila boshlaydi. Yana bittasi hasadning sabablari. Maqsadga erisha olmay qolishdan qo'rqish. Bu holat bir maqsadga erishish uchun harakat qilayotgan shaxslar orasida bo'ladi. Ulardan biri ko'zlagan maqsadga erishish yo'lida ne'matga sazovor bo'lsa, boshqasi hasad qiladi. Qo'polroq misol keltiradigan bo'lsak, maqsadga erishish yo'lidagi hasad. Nega bu bundoq? Nega bu bunaqa? Ikkita birodar bir tashkilotda ishlaydi. Oldilariga bir maqsad bilan intilyapti-yu, lekin bittasini ishi yurishyapti, ikkinchisiniki yo'q. Mana bu narsa unga hasad keltirib chiqaradi. Go'yoki u maqsadini oshirishlikda niyatiga mana shu odam to'sqinlik qilyapti deb o'ylaydi va o'shining orqasidan hasad kelib chiqadi. Yana ulamolar aytibdilar, yana hasadning sababi mansabparastlik, shuhratparastlik. Bunga ma'lum bir sohada tengi yo'q bo'lishni orzu qilgan shuhratparast kimsa misol bo'ladi. Agar unga dunyoni narigi burchagida senga teng keladigan odam chiqibdi deyilsa, o'shani yo'q bo'lishni orzu qiladi. Mana bu narsa yomon, shuhratparastlik. Faqat o'zi bo'lish kerak. Hamma unga qarash kerak. Bu hamma sohada bor. Nega bu hunarmand ikkalamiz bir xil hunar qilamiz? Bu ham duradgor, men ham duradgor. Nega buni odamlar chaqirib qildiryapti? Har kim Alloh berganiga qanoat qilib, shukr qilib, o'zini ustida ishlab hunarmand bo'lsin yoki bo'lmasa biror bir kasb egasi bo'lsin, ahli ilm bo'lsin, kim bo'lsin, o'z ustida ishlasa inshaalloh hasad qilish o'rniga o'sha shuhrat topayotgan, Alloh martaba berayotgan odamga duo qilib turish kerak. Bir narsani unutmaslik kerak. Alloh aziz qilgan kishini hech kim xor qila olmas. Alloh xor qilgan kishini hech kim aziz qila olmas. Ana shu qoidani aytsangiz, hasadingiz ketadi inshaalloh. Va eng oxirgisi, juda tubanlik bilan bo'ladigan sabab bor ekan yana bir hasadga. Odamlarga yaxshilikni ravo ko'rmaydigan tabiati buzuq shaxs hasadchi bo'lar ekan. O'ziga hech aloqasi bo'lmasa ham
birovga ne'mat yetishini ko'ra olmaydi. O'z-o'zidan hasad qilaveradi. Unda bir fazilatni ko'rib qolsa, unga illat qidiradi. Nimaiki odamlarda bir yaxshilik bo'lsa, mana shunaqa salbiy tomondan fikr bildiradi. Mana bu hasad. Dunyo bir matoh azizlar. Alloh uchun bu dunyoni pashshani qonatichalik ham qadri yo'q. Agar qadri bo'lganda kofirga bermas edi. Nima qilamiz hasad qilib? Agarki biz shu hasadni yo'qotsak, bir-birimizga gina qilishni yo'qotsak, Rasulimiz alayhisalom 3 marta jannati degan odamni qatoridan joy olamiz. Ana o'sha bizni jannatga olib kirar ekan. Allohdan so'raylik azizlar, qalbimizdan hasad kasalligini chiqarsin. Kibr va havoni yo'qotsin. Bir-birimizga adovat, ginalarni yo'qotsin va Allohdan jannatiylardan bo'lishlikni so'rab, xulqimiz ustida ish olib borishimiz kerak. Qalbimizni to'g'rilashimiz kerak ekan. Ana o'shanda inshaalloh jannat sizga muborak. Muftiy Nuriddin domla.